Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun men 24 soat ko'rman. Tasavvur qilib ko'ring. Siz ertalab ko'zingizni ochingiz, lekin siz absolutni ko'rsiz va siz ko'zingizga faqatgina qorong'ulik ko'rinadi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? А какого хрена? Aning sizlarga podrobniy tushuntiradigan bo'lsam, xullas bu videoda men ko'rganni, ya'ni ko'zimni xullas absolutni yumamiz. Короче, o'sha material bilan bog'lab ustiga ochkina taqolamiz. И umuman menga absolutni hech ko'rinmadi. Ko'rlar o'zini qanaqa yashashini sal bo'lsa ham o'zimda chust taqib ko'rmoqchiman va shuning uchun umuman ko'zimni xullas qopqonga bog'lab tashab, Mashhaddan Xumarinigacha, ya'ni hozir bu Alisher Navoiy bo'lsa, rovna 2,5 kilometr. Не, ну ты индейец, я балдею, бам-бам. Ko'zimni yumib, xullas realni ko'radi, yurmoqchi. Xullas boshladim. Sinab ko'r. Ой, дебил. Urma. Sinab ko'r. Ko'rdingmi? Yo'q, realni ko'rman. Zashtada qo'yganman. Xullas bular nimaga? Yurib yiqilib qolsam, zashda meni oyoq himoyalaydi. Hozir men sizlarga xullas video davomida men nimalarni chizib qo'yganimni sekin sizlarga aytib beraman. Xullas ko'zim yumildi. Absolutni zimiston hamma joy va men sekin ovozdan eshitib ketaman. Xullas o'rtoqlar, mana xullas biz boshladik. Umid shunga qolsammi? Ketdi. Xullas boshladik. Umiddan 3 marta aylantir. Telefon qo'limni sho'rman, ketdi. Xo'sh, qaranglar. Hozir men qayerga yurishmoqdim? Bu o'rtoq oldimizga eslatib o'taman. Realni qo'rqinchli. Lekin realni mana cho'li ko'rinmayapti. Qarish. Rashid, Umid qara. Sani bu yerda vazifen, Rashid men yiqilib pacham chiqib ketadigan joylarda sen xutar qolish qattasanmiz? Ha, mana. Shundan ham ashi yiqilib, qarashi yiqilib arg'ib chiqib qolsa o'sha yerga yordam beradi. Shuning furs qo'lma telefonimni chiqartmas. Orada ancha chuqurlarga tushdim, ancha yiqildim. Yaxshi ham o'sha yerda yonimda yana bitta odam olgan ekan. Men agarda u borligini o'zida shuncha yiqilib, shuncha hamma joyni ko'kargan bo'lsa, agar u yo'qligida bilmadim nima bo'lar ekan. Хорошая шутка. Aytaymi? Xullas qarish video ketyapti. Hammasi normalniy. Короче, o'sha manzilga qarab ketyapmiz. To'g'ri orada yiqilib turman. No, baribir настроение zo'r edi. Xullas yuribman, oyog'im tegdi, o't chust o'qyapman. И daraxtlar chiqadi, daraxtlarni как urilyapman, o'tyapman-da. И o'sha paytda mashinaga qanaqadir mashinaga tegdi. Mashina chiyladi. Va bitta odam keldi-da, xullas u odam menga nimadir tashadi. Xullas keyin bilsam, keyin o'sha paytda ko'zim ochga anaqa bo'ldi, majbur bo'ldim, chunki u odam bilan gaplashmasam, u odam tozani terpiliga chiqaryapti. Это, конечно, неправда. O'rtoqlar, meni поддержка qilmoqchi bo'lganlar, realni meni kontentim sizlarga yoqsa, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar va like knopkasini ham bosib qo'yinglar. Video davom etadi. Bu odam nima deyotganini sizlarga tushuntirib beraman. Xullas, ukam deyapti, sen haqiqatdan ko'zingni ko'r, o'zing ko'r deb tutib, mashinaga urilib, kamsyonkan qolib, xullas keyin sen borib yozib berasan ustidan degan ma'noda menga qo'pol gaplar gapirdi va biz u inson bilan gaplashdik va yo'limizda davom etdik. Nima bu? Archa. Qaraymi? Burnim kirib ketdi. Achdi burnim. Yo'q, bu yoqqa. Eng qizig'i va men eng ko'p asabim o'ynagan narsa meni realniy mashina yo'ldan o'tkazishdi. Eng qizig'i Xumarin oldi, bilasizlar, qanaqa katta mashina, o'sha yo'l mashina yo'ldan o'tkazishdi. Men o'yladimki, biz tunneldan o'tib boramiz deb o'yladim, yo'q. Xullas o'rtoqlar, hozir biz yo'ldan o'tamiz. Bolalar bilan o'zma qilishadi. Xullas bu yo'ldan to'g'ri o'tamiz, chunki men qaltiq qolishim kerak, shuning uchun Umid olib o'tdi. Lekin afsotning ko'zim yo'q. Qattamiz Umid, realniy. Salaman aldo salam deyman. Salam boshqa olib ketmayman salamani.
Yo'q, arena to'g'ri shu. Chunki boy tunneldan o'tish mumkin edi. Sizlar boshqa yuraman boydan beri. To'g'ri. Aka, arena. Zashtalar taqib olgandim. Foyda beradim yo'lladim. Ariqqa tushib ketdim. Telefonim zarkasi o'chib qoldi va juda ham ko'p muammolardan eson-omon o'tib olib, xolos oxiri Humo arenaga ham yetdik. Bilar chiqdim. O'rtoqlar. Panoramani panorama yonidan Humarinigacha bir ko'zim qoldi. Keyin to'g'ramanga yondagi bola yo'l ko'rsatdi, chunki men yo'lni misol topolmasligim bu aniq edi. Zato bab chiqib turgan hech kim aytgani yo'q. Va shunaqa qildi va yo'lda bizga qanaqadir aka nimadir qilmoqchi bo'ldi. No. Biza hosil olmadik. Xo'sh, hammaga rahmat. Bunaqa video olishimdan maqsadim nima? Shunchaki O'zbekistonda ekstremalli video oladigan bloger yo'q va men YouTube'da xuddi shunaqa formatda o'zimni faoliyatimni olib boraman. Maqsad shunchaki sizlarga ko'r bo'lish osonmasligini va ko'z ojizlarni hurmat qilishimizni prosta aytib o'tmoqchiman. Chunki men o'zim atigi bir 2 soatni men tasavvur qiling, umrni 2 soatda 2 soatligini prosta realni ko'rlikni chusto qilib ko'rish uchun qanaqa bo'lar ekan, vasheta ekstremalniy holatga tusharmi ekan, xolos shuni prosta chusto qilib ko'rish uchun qilganim o'zida men уже realni bildim. Agar bunaqa хотя бы bir kun yashasam, men ertasi kuni astag'firullah, xolos nima bo'lib ketmasdi. Hammaga xayr, sizlar bilan omonxon bo'ldi.